qarang, hammamiz olamiz, keling birgalikda bosim davlatlarda olamiz. Obro'y muhabbatlarda olamiz. Obro'y muhabbat xudo berganlarda olamiz. Umra hajlarni ham olamiz. Farzandlarning baxt kamolini ham olamiz. Atrofdagi faqat do'stlarimiz bo'lishini olamiz. Endi hamma bosim davlat dedik. Olamiz. Bosim. Eshingizni yopib qo'ysangiz, tirqishlaridan chiqib kiradigan davlatni olamiz. Va sizni yuragingizda aytilmagan voy shunday desak-ku deydigan joy bo'lsa, o'sha yaxshiliklar. Hammasini olamiz. Uni xaridorga tashladik. Birinchi aylanada kredit qoldi. Endi qarang, bir-biringizga qarab, Bizni olishni qarasak hamisha har doim mana shunday tushish shart. Bu sog'lig'imizga, qon aylanishiga, kayfiyatimizga ta'sir etadi.